maza beradigan narsasi o'sha joydan chiqib keta olishdi. Marraga yetib borgandan keyin dopamin olaman deb o'ylaydi-da. Aslida marraga yetib borgandan keyin odam depressiya bo'ladi odamda. Chunki marraga yetib bordingiz, bu narsa qildingiz, bir marta maza qilasiz, undan keyin bo'ldi. Maqsadsiz holatga aylanib qolasiz. Marafon ishtirokchilari mini marafon esa Biz сегодня подзанимаем красный. Что? Я сегодня подзанимаюсь. Qishloq aholisi tog' xalqi bir o'zgacha xalq bo'ladi. Ajoyib insonlar bo'ladi. Bu joydagilar o'zini nima deydi, territoriyasini, oilasini juda himoya qiladigan insonlar bo'ladi. Yo'lda kelayotsak, hozir 4 kishimizni birozgina kayfi bor inson to'xtatdilar-da. Posbonman dedilar. Pasport so'radilar. Tushuntirdik, pasport yo'q. Hech nima demadik, hurmatini qildik, joyiga qo'ydik. Akalarga telefon qilib to'xtatib tur, bizni urib qochib ketibdi deb aytishibdi. Charchash yo'q emas albatta, charchash bor. Kayfiyat yaxshi hozircha. Issiq kun o'tib ketdi. Umid qilamiz hozir darani chekilgan salqinsa kerak. Qilib yetib qo'ya qolsa bo'lmaydimi deb hozir savol berdingiz. Hazillashib javob berdim. 95 qilib tugatib qo'ysa bo'lmaydi. Agar unaqa qiladigan bo'lsak, vakili Surxon 120 degan loyihaga kelishimiz to'g'ri keladi. Agar 95 tugatib qo'yadigan bo'lsak. Bunda Surxon 100 loyihasi agar 95 tugatib yana yengilgan bo'lamiz. Shuning uchun hozirgi oxirgi 5-6 kilometrlik og'riq yarim soat davom etadi xolos. Balkim bir kun davom etar. Lekin afsuslanishda og'rig'i keyingi Surxon 120 gacha yarim yil, 1 yil davom etaveradi. Doim sizni nima deydi? Ingliz tilida it's gonna hunt you deydi. Ichingizdan maqsad qo'yding, shuni eplolmading deb turib, doim sizni quvlab yuradi. Ichingizdan. Shuning uchun og'riq bu vaqtinchalik narsa. Afsus doimiy narsa. Og'riqqa chidash kerak. 100 yilganmi? 100 qilish.